Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, Kreativ futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y bergan eng qiziqarli va muhim yangiliklarni taqdim etishga harakat qilamiz. Albatta videoni boshlashdan oldin mehnatlarimizni qadrlagan holda like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Demak, biz videoni boshladik. Shomurodov ham emas. ESPN mundialda qaysi o'zbek futbolchisi porlashini aniq aytdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda nufuzli manbalar o'zbek futbolchilari haqida turli ma'lumotlarni e'lon qila boshladi. Sports.uz portali mashhur manbalardan espn.com.co saytida Abbosbek Fayzullayev haqida e'lon qilingan tahliliy maqolani o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola etadi. Jahon futboli hanuz an'anaviy grandlar atrofida aylanayotgan bir paytda Markaziy Osiyoda mutlaqo yangi manzara shakllanmoqda. Futbolning asosiy markazlaridan ancha uzoqda joylashgan O'zbekiston Abbosbek Fayzullayev timsolida mamlakat futbolchilari haqidagi xalqaro tasavvurni tubdan o'zgartirgan iqtidorni kashf qildi. Butun boshli himoya chizig'ini yorib o'ta oladigan texnikaga ega o'zbekistonlik 22 yoshli hujumkor futbolchi bugun yangi avlod ramziga aylandi. Bu avlod raqobat qilish uchun emas, balki mavjud tartibni o'zgartirish uchun maydonga chiqmoqda. Abbosbek Fayzullayev Sirdaryoda tug'ilgan va bolaligidan jahon futbolining texnik mahorati yuqori yulduzlariga, ayniqsa Lionel Messiga havas qilib ulgaygan. Jismoniy kuch va qattiq taktik uslub bilan mashhur bo'lgan mintaqa uchun uning paydo bo'lishi haqiqiy inqilob bo'ldi. Bo'yi baland bo'lmasa-da, tezkor, kreativ va ikki oyoqda ham birdek o'ynay oladigan futbolchi Toshkentning Paxtakor klubi akademiyasida juda erta ajralib tura boshladi. Bu klub O'zbekistonning eng muhim futbol markazlaridan biri hisoblanadi. Asosiy milliy terma jamoada mustahkam o'rin egallashidan ham oldin Fayzullayev O'zbekistonning kelajakdagi eng katta futbol iste'dodi sifatida tilga olinayotgandi. Yoshlar jamoalari safida u qit'a musobaqalari va U20 jahon chempionatida qatnashib, o'z salohiyatini namoyon qildi. Yoshlar terma jamoasida u 17 ta uchrashuvda maydonga tushib, 5 ta gol urdi va 3 ta golli uzatma amalga oshirdi. Ammo raqamlardan ham muhimi, O'zbekistonda Osiyoning futboli rivojlangan istalgan davlati bilan texnik jihatdan teng kurasha oladigan futbolchi yetishtirgani haqidagi ishonch paydo bo'la boshladi. Uning professional darajadagi o'sishi juda tez kechdi. Paxtakordayoq Abbos o'ziga xos iqtidorini ko'rsata boshlagan edi. Ammo haqiqiy portlash 2023-yili Moskvaning CSKA klubi uni o'z safiga qo'shib olganidan keyin yuz berdi. Ko'pchilik Rossiya futboli jismoniy kuch va yuqori pressingga asoslangani uchun Fayzullayevga qiyin bo'ladi deb o'ylagan, ammo aksincha bo'lib chiqdi. O'zbekistonlik futbolchi Rossiya Premyer Ligasini Osiyoning eng istiqbolli hujumkor o'yinchilaridan biri sifatida o'zini namoyish etish maydoniga aylantirdi. Raqamlar ham uning o'yini qoldirayotgan ta'sirotni tasdiqlab boshladi. Klublar miqyosida u hozirgacha 137 ta o'yinda qatnashib, 21 ta gol urdi va 31 ta golli uzatma berdi. Ayniqsa uning CSKAdagi davri esda qolarli. U yerda 72 ta o'yinda 8 ta gol va 22 ta assist qayd etdi. Statistikadan tashqari yevropalik murabbiylar va skautlar uning hujum paytida o'yin suratini boshqarish qobiliyati hayratga qoldirdi. Fayzullayev maydonda vaqt sekinlashgandek harakat qiladi. Uning yuksalishi O'zbekiston futboli tarixidagi eng katta o'zgarishlar bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. O'nlab yillar davomida O'zbekiston Osiyo futbol xaritasida ikkinchi darajali mamlakat sifatida qabul qilingan. Raqobat bardosh, ammo elita safiga qo'shilish uchun hal qiluvchi qadamni tashlay olmaydigan jamoa bo'lgan edi.
Bu stereotip Fayzullayev, Abduqodir Husonov va jahon chempionatini orzu emas, haqiqat deb bilgan boshqa yosh iste'dodlar paydo bo'lishi bilan parchalanib boshladi. Yoshlar jamoalari safida namoyon bo'lgan iqtidor endi asosiy milliy jamoada ham porladi. 2026-yilgi jahon chempionati saralash bahslarida Fayzullayev yangi O'zbekistonning yuziga aylandi. U saralash bosqichida 16 ta uchrashuvda ishtirok etib, 4 ta gol urdi va 2 ta golli uzatma amalga oshirdi. Eng yorqin o'yinlardan biri Eronga qarshi bahs bo'ldi. Unda Fayzullayev dubl qayd etdi va jamoasini tarixiy g'alabaga juda yaqinlashtirdi. Yakunda O'zbekiston tarixiy natijaga erishdi. Mamlakat ilk bor futbol bo'yicha jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Bu muvaffaqiyat futbolchining maqomini tuttun o'zgartirdi. Fayzullayev oddiy iqtidorli o'yinchidan milliy qahramonga aylandi. O'zbekistonda bugun uni oltin avlodning texnik yetakchisi va Markaziy Osiyo so'nggi 10 yilliklarda yetishtirgan eng muhim futbolchilardan biri sifatida ko'rishmoqda. Bejizga u 2023-yilda Osiyoning eng yosh futbolchisi deb tan olinmagan. Keyinchalik u O'zbekistonning eng yaxshi futbolchi sovrinini ham qo'lga kiritdi. Fayzullayevning o'yin uslubi tabiiy ravishda taqqoslaslarga sabab bo'lmoqda. Rossiyada uni hatto O'zbek Messisi deb ham atashdi. Bu faqat bo'yi basti va himoyachilarni osongina aldab o'tishi uchun emas, balki tor hududlarda tezlashish, himoya chizig'ini yorib o'tish va deyarli imkonsiz tuyulgan paslarni amalga oshirish qobiliyati uchun ham aytilmoqda. Bu laqab ortiqcha bo'lib tuyulishi mumkin, ammo u muhim bir haqiqatni anglatadi. Fayzullayev geografik jihatdan bunday futbolchi yetishib chiqishi qiyin deb hisoblangan hududdan chiqqan noyob iqtidordir. Endi uning Turkiyaning Başakşehir klubiga o'tishi bilan keyingi qadam deyarli aniqdek ko'rinmoqda. Turkiya ko'pincha Yevropaning top chempionatlariga yo'l ochuvchi ko'prik vazifasini bajaradi va ko'pchilik uning bu transferini yanada kattaroq sakrash oldidan oraliq bosqich deb baholamoqda. 2026-yilgi jahon chempionati esa Fayzullayev uchun xalqaro miqyosdagi eng katta sahnaga aylanadi. Ammo vazifa oson bo'lmaydi. O'zbekiston K guruhida Portugaliya, Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublikasi bilan kuch sinashadi. Bu jamoalar katta tarix va xalqaro tajribaga ega. Bu turnir Abbosbek Fayzullayev uchun ramziy jihatdan ham juda muhim bo'ladi. U bolaligida havas qilgan jahon yulduzlari, Portugaliya safidagi Cristiano Ronaldo va Kolumbiya yetakchisi James Rodriguezga maydonga tushish imkoniga ega bo'ladi. Agar u shunday kuchli raqobat muhitida o'zini ko'rsata olsa, uning Yevropa elitasidagi yanada kattaroq klubga o'tish ehtimoli juda yuqori. Ammo eng muhimi uning gollari yoki assistlari emas, hatto O'zbekistonning tarixiy jahon chempionati yo'llanmasi ham emas. Eng katta voqea shundaki, Abbosbek Fayzullayev dunyoga O'zbekistonga boshqacha qarashni o'rgatdi. Bugun u yangi ipak yo'lini qurdi va bu yo'l orqali Markaziy Osiyo endi shunchaki sensatsiyalar emas, balki istalgan raqib bilan teng raqobat qila oladigan futbolchilarni yetkazib bermoqda deb yozdi ESPN.com.co sayti eksperti Luis Nova.